Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi nasihatimiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan biridir. Bu hadisni Imom Muslim o'zining Sahih kitobida rivoyat qilgan. Mo'min erkak mo'mina ayolni yomon ko'rmasin. Agar u ayolning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqa bir xulqidan rozi bo'ladi. Bu hadis aslida oiladagi yaxshilik va muhabbatni davomiy bo'lishi haqida kelgan. Er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga bevosita taalluqli bo'lsa-da, u faqat shu bilan cheklanib qolmaydi. Balki bu hadis ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlarga ham taalluqlidir. Farzand ota-onasining bir xislatiga norozi bo'lsa, albatta ularning boshqa xislatlarini inobatga olish kerak. Shuningdek, aka-ukalar va opa-singillar ham bir-birlarining kamchiliklarini emas, fazilatlarini ko'rishlari lozim. Xususan, qarindoshlar, do'stlar, qo'shnilar va butun jamiyat a'zolari ham shu usulga amal qilishsa, jamiyatda muhabbat va totuvlik hukm suradi. Bu hadisdan muhim saboqlar olamiz. Birinchisi, tag'oful, o'zini bilmaslikka olish va yaxshi-yomonni muvozanat qilish. Insonni umumiy holda baholash kerak. Uning faqat kamchiliklariga emas, balki fazilatlariga ham e'tibor qaratish lozim. Tag'oful nima? Tag'oful bu odamlarning xato va ayblarini sanamaslik, ularning kamchiliklariga chuqur berilib ketmaslik va ahamiyatsiz xatolarni kechira olishdir. Ulug' allomalar bu haqida shunday deganlar. Imom Shofiy rahimahulloh aytadilar: aqlli inson ayblarni bilsa-da, uni bilmaslikka oladigan kishidir. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi aytadilar: oltinga teng bo'lgan yaxshi xulqning 9 dan 9 qismi tag'ofuldir. Muaviya roziyallohu anhu aytadilar: aql taroziga o'xshaydi. Uning 3 dan 1 ziyraklik, 3 dan 2 esa tag'ofuldir. Agar siz odamlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishni istasangiz, shu sunnatga amal qiling. Salbiy his-tuyg'ularni yo'qotish va totuvlikni saqlash. Shayx Abdurrahmon ibn Sa'diy rahmatullohi alayh bu hadisdan 2 foydali xulosa chiqarganlar. Birinchi foyda: xotin, qarindoshlar, do'stlar va har qanday hamkorlik qiladigan inson bilan munosabatda bu qoidaga amal qilish kerak. Har bir insonda kamchilik va nuqsonlar bo'ladi, lekin u odamga sizga yoqadigan va muhimi munosabatni saqlashga arziydigan yaxshi xislatlar ham bor. Shunday ekan, yaxshi xislatlarni eslab, kamchiliklarini kechirish kerak. Ikkinchi foyda: bu hadis insonni ortiqcha xavotir va asabiylikdan xalos qiladi. Agar inson har bir kamchilikka e'tibor bersa, u o'zini ruhiy va jismoniy jihatdan charchatib qo'yadi. Shuning uchun hayotda sabr qilish va yaxshi jihatlarni ko'ra bilish juda ham muhim. Nasihat: birodaringizni yomon ko'rmang, xotiningizni yomon ko'rmang, qo'shningizni yomon ko'rmang. Bu yerdagi la yafroq so'zining ma'nosi ko'ra olmaslik, yomon ko'rish, adovat qilish emas, balki inson xulqlarini muvozanat qilishi va yaxshi tarafini ko'ra olishi demakdir. Bu hadis baxtli hayotning qoidasidir. Kim bu hadisga amal qilsa, uning oilasi, qarindoshlari, do'stlari va ish muhitidagi insonlar bilan munosabati doimo yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: har bir banda xato qiluvchi va xato qiluvchilarning eng yaxshilari tavba qilganlaridir. Alloh taolo barchamizni ushbu hadisga amal qilib yashab o'tishlikka nasib qilgan bo'lsin. Alhamdulillahi robbil alamin.